quyosh paneli o'rnatmang. Nima qilyapsizlar? O'rnatmaysizlarmi? Biz hozircha o'rnatishni to'xtatishga majbur bo'ldik. Shunday muammolarga duch kelmaslik uchun sizga top 3 ta maslahat. Kadastr masalasi. Agar uyingiz kadastr egasi siz bo'lmasangiz, yo'li egasi boshqa joyda bo'lsa, siz quyosh panel o'rnata olasiz. Lekin muammo bor. Uni to'liq ishlata olmaysiz. Chunki davlatdan 1 kilovat uchun 1000 so'm subsidiya olish uchun arizani faqat kadastr egasi soliq ilovasi orqali yubora oladi. Texnik shart masalasi. 20 kilovatgacha ham, 20 kilovatdan yuqori tizimlar uchun ham texnik shart olish kerak. Agar sizning hududingizdagi transformator yuklamani ko'tara olmasa yoki unga allaqachon ko'p odam ulangan bo'lsa, elektr tarmog'i sizga ruxsat bermasligi mumkin. Agar sizda kuchlanish tez-tez 180 voltdan pastga tushsa, bu ham muammo. Chunki ko'pchilik invertorlar 185-270 volt oralig'ida ishlaydi. Past kuchlanishda tizim ishlamasligi mumkin. Yashil energiya bo'yicha foydali va real maslahatlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'ling.